amindan yuz o'girmang. Mana bunday qilib oldingizni to'smang. Men hozir aytdim, pul berish ham shart emas. Allohdan so'rang. Duo qiling, farzandlaringizni duo qiling. Otangizni, onangizni haqqiga duo qiling. Ey, shuncha haloyiq duoga qo'l ochyapti o'g'lim. Men nima deb duo qilay? Amin deb. Avvalo elimiz, yurtimiz boshimizda posbon bo'lib turgan ona vatanimiz tinch bo'lsin. Atrofga bir qaranglar, nima bo'layotganini hammamiz ham sezib turibmiz-ku. Kechayu kunduz elim, yurtim deb mehnat qilyapti. Xizmat qilayotgan yurt boshimiz ham boshlari omon bo'lsin. Amin. Tanijonlari sog' bo'lsin, Alloh omadini bersin. Polvon aka, shuncha jamoat qo'l ochib duo qilyapti. Meni ham yuragimda o'ylagan niyatlarim bor deb, orzu havas bilan, ixlos bilan, niyat bilan shunday ulug' dargohga qadam bosgan mard ilohim yetdim deganda yiqilmasin. Ilohim To'ldim deganda to'kilmasin. Og'zi oshga yetganda ko'zdan yosh kelmasin. Allohdan o'g'il so'ranga o'g'il, qiz so'ranga qiz, baxt so'ranga baxt, omad so'ranga omad bersin. To'y so'raganlarda Alloh qo'sha-qo'sha to'ylarga yetkizsin. To'ylarda kelib dorlar tikib xizmat qilish bizlarga ham nasib etsin. Amin. Alloh akbar.